Mamlakatimizda barcha sohalarda bo'lgani kabi tibbiyotda ham keng miqyosdagi islohotlar amalga oshirilmoqda. Shu yilning o'tgan davrida viloyatimizda tizimga oid o'nlab anjumanlar o'tkazilgan bo'lsa, ularning aksariyati xalqaro ahamiyatga ega ekani bilan e'tiborga molik. Bu galgi konferensiya esa O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi, tibbiyot xodimlari kasbiy malakasini rivojlantirish markazi hamda Namangan viloyati hokimligi bilan hamkorlikda tashkil etilib, hayot sifatini yaxshilash, gerontologiya va geriatriyaning dolzarb masalalari mavzusiga bag'ishlandi. Muxbirimiz hozirgi lavhasida mavzuni davom ettiradi. Xalqaro konferensiya mavzu jihatidan nihoyatda dolzarbligi bois nafaqat viloyatimizning turli hududlaridan kelgan soha vakillari, balki poytaxtdagi tibbiyot xodimlari, kasbiy malakasini rivojlantirish markazi professorlari, taniqli shifokorlar, shuningdek Qirg'iziston, Tojikiston, Rossiya, Turkiya davlatlarining yetakchi mutaxassislarini onlayn va offlayn tarzda bir joyga jamladi. Ochilish marosimida Namangan viloyat hokimining o'rinbosari Otabek Bozorov ishtirok etib, nufuzli anjuman o'zaro tajriba almashish orqali keksa avlod vakillariga munosib tibbiy xizmat ko'rsatish borasidagi ishlarni yanada yaxshilashda muhim ahamiyatga ega ekanini ta'kidladi. Shundan so'ng gerontologiya va geriatriyaning dolzarb jihatlari, unga doir olib borilayotgan ishlar yuzasidan ma'ruzalarga navbat berildi. O'zbekistonda qabul qilingan O'zbekiston 2030 strategiyasida 9 ta maqsadi, 30 ta indikator bilan bu sog'liqni saqlashga tegishli qismlar. Mana shu strategiyani ham tegishli bandlarda faol keksalikni ta'minlash, ularni sog'lom ovqatlanishga o'rgatish va odam umr davomiyligini uzaytirish bo'yicha ham oldimizga qator vazifalar qo'yilgan edi. Bugungi konferensiyamizda ham mana shu strategiya 2030 da qo'yilgan vazifalarni bugungi ijrosi desam bo'ladi. Xorijlik mutaxassislar bilan biz tajriba almashdik. Anjumanda eng chekka qishloq joyidagi oila shifokorlari, umumiy terapevtlar, kardiolog, nevropatolog, travmatolog, boshqa mutaxassislar ham qatnashyapti. Anjumanda so'z olganlar O'zbekistonda e'zozdagi keksa va nuroniylar, tabarruk otaxon va onaxonlarga malakali tibbiy xizmat ko'rsatish, ularda tez-tez uchraydigan yurak, tayanch harakati a'zolari, ko'z kasalliklarini barvaqt aniqlab, samarali davolashga alohida e'tibor qaratilayotganini e'tirof etdilar. Natijada mamlakatimizda o'rtacha umr kechirish davomiyligi keyingi 2 yilda 73 yoshdan 75 yoshga uzaydi. Gerontologlar, yine diğer mütehassıslarımızla beraber gerontologiya va geriatriyaning dolzarb masalalarga e'tiborning kuchaytirilishi keksa avlod vakillarining salomatlik bilan bog'liq muammolarni hal etadi. O'zbekistonda bu bo'yicha katta tajribalar bor. Namanganga kelib, olib borilayotgan ishlar bilan yaqindan tanishish imkoniyatiga ega bo'ldik. Bu yerda mahorat saboqlari ham yetarli. konferanslarda öğreniyoruz. Во всем мире сейчас идет увеличение продолжительности жизни. Dunyo bo'yicha o'rtacha umr ko'rish yoshi o'sib borayotgani, ayniqsa Markaziy Osiyo davlatlarida sezilarli qayd etilayotgani juda quvonarli. Ikkinchi jihatdan olganda bu an'anani saqlab qolish va boyitish ham muhim sanaladi. Keksa yoshdagi avlod vakillarining salomatligini yanada mustahkamlash uchun aniqlangan kasalliklarni samarali davolash talab etilmoqda. Bu tibbiyot xodimlariga katta mas'uliyat yuklaydi. Xalqaro anjuman turli davlatlardagi hamkasblarimiz bilan fikr va tajriba almashishimiz imkoniyatini yaratib bergani bilan e'tiborga molik. Помощь нашим пожилым людям. Anjumanda video aloqa tarzidagi ma'ruzalarga ham keng o'rin berildi. Kardiologiya bo'yicha murakkab jarrohlik amaliyotlarini bajarish, keksalarga sifatli tibbiy xizmat ko'rsatish tizimini takomillashtirish yuzasidan ko'p yillik tajribalar, hududlardagi yangicha yondashuvlar va ularning natijalari fikr-mulohazalarda aks etdi. Xalqaro anjuman gerontologiya va geriatriyaning dolzarb masalalarni hal etish, muhimi aholi salomatligini muhofaza qilish, yoshi ulug' keksa avlod vakillarining sog'lom hayot kechirishiga ko'maklashish, umriga umr qo'shishi bilan ahamiyatga ega bo'ldi.